Aramızda tuşni muvaffaqiyatli chiqaramayotgan nurg'un ustamlar borku deyman. Amsi bugun sizlar uchun xizmat qilamiz. Yurak belgisini besib, bizni guanjo qilib olgandan keyin davomiga diqqat qiling. Tuşning muvaffaqiyatli chiqmasligida asal nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bugungi bu tuşning darsligiga men xumarning tabiiy aslini ishlatdim. Sizlarning ishlatib beqishingizni tavsiya qilaman. Un 1 kilo, tuxum 12 tal, tuz 5 gram, qiyami uchun 600 gram shakar, xumar tabiiy asli 600 gram, 200 gram suv, un, tuxum, tuzni silib yo'g'irib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. 10 minut tindirib qo'yib anda yoyamiz. Mana xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Biz shuni o'shlash qurg'un chechib, tekshi yeyib olamiz. Mana xamirimizni tekshi yeyib oldik. Qilin epizliqi mana shuncha galati bo's bo'ldi. Endi xamirimizni kesib olamiz. Mayını qızıb tayyor qilib oldik. Endi biz kes tayyorlagan tushimizni mayga silib pishirib olamiz. Qisimizga tekshi bo'shamni sevagandan keyin rangli juzi po'sti tekshi chechib olamiz. Shakarni, suvni, asalni, mush uchini qaynatib qiyam qilib olamiz. Mana qiyamimizni qaynab tayyor bo'ldi. Mushni o'shash mazg'a holatga kelgan chog'da qiyamimiz kepti deb bilsak bo'ldi. Qaynatib tayyorlagan qiyamimizni mush pishib chiqqan tushimizning ustiga quyib ilashtiramiz. Mana mushning o'xshash mush asal ilashkichilik ilashtirsak bo'ldi. Aralashib olgan tushimizni liziq töküp alımız, tekşi basımıza, kolumuzda tez da yiyip alımız aval. Nayet hareketimiz çaqqan bolmasa, ma tuş qitib alsa, yaxşı yemirilmeydi. Mana tuşumuzni muqattirib tayyor qilib oldik. Mush usul bo'yicha kesib tayyorlab olsak bo'ldi.